So'nggi bahor. Muallif Barchinoyim. 7-qism. Yodgor shoh xon buyurgan ishlarni yakunlab saroyga qaytdi. Kelishi bilan Zubayrxon xonasi yoniga kelib, xon ruxsati bilan xonaga kirdi. Assalomu alaykum, dedi Yodgor shoh qo'lidagi nomani olib Zubayrxonga berarkan. Siz aytgan ish hal bo'ldi. Hammasini tozalab keldim. Guvohlar qolmadi. Nomani olishim bilan siz aytgandek xabarchini o'ldirib, jasadini esa o'sha uy bilan birga yoqib yubordim. Zubayrxon nomani olib bir chetga qo'ydi. Xonning fikrlashi tarqoq va o'ychan edi. Yodgor shoh gaplariga uncha ahamiyat bermagani harakat va yuz ifodasidan ayon edi. Nimadir bo'ldimi? Dedi Yodgor shoh. Yo'q, hech narsa bo'lmadi. Hammasi yaxshi. Endi ruxsatingiz bilan men ketsam. Hozir hovlingga borasanmi? Zubayrxonning gapidan Yodgor shoh labining chetida kulgi paydo bo'ldi. Ha, axir yangi kuyovman, dedi Yodgor shoh hazil bilan kulib Zubayrxonga qaradi. Ammo Zubayrxon o'ychan edi. Ha, to'g'ri, boraver. Yangi oilani tushunsa bo'ladi. Zubayrxon istar-istamas kulib Yodgor shohni chiqib ketishiga ruxsat berdi. Ichidagi bir shayton unga yana bir ish buyur, ketmasin hovlisiga derdi. Lekin Zubayrxon Yodgor shohni jo'natib yuborib, xayollar og'ushida qoldi. Butun xayoli Yodgor shohning ayolida edi. Nima sababdan uni esdan chiqara olmayotganini o'zi ham tushunmas edi. Yodgor shoh qizning yoniga borishni ayni damda istamas edi. Lekin u xon, g'ururi boshqa erkakning ayoliga qiziqishiga yo'l qo'ymasdi. Ammo xayolida qizni chiqara olmas edi. Yodgor shoh hovlisiga kirishi bilan kiraverishni suv sepib supurib turgan Bahorani ko'rdi. Qizning egnida xonning onasi bergan kiyim bor edi. Bahorani ko'rgan begona odam uni xonning kanizagi deb o'ylardi. Yodgor shoh hayrat bilan qizga qarab turdi. Bahora erining kelganini sezib, darhol kelin salom qildi. Bu kiyimni qayerdan olding? Kim berdi senga? Yodgor shoh qizni yoniga yaqinlashib, qo'lini qizning iyagiga tekkazdi va ko'zlarini o'ziga qaratdi. Buni ona begim berdi. Ular bugun meni saroyga chaqirtirdi. Ularga saroyga kelgan yangi kelin qiziq bo'lgan ekan. Shunda sen shu kiyimda saroyga kirdingmi? Yodgor shoh g'azablanib tishlari orasidan vishilladi. Qiz bu gaplarni eshitib bir muddat karaxt bo'lib qoldi. Nima deyishni bilmasdi. Nimadandir ko'ngli g'ash edi. Shunda qiz og'riqni his qildi va yerga yiqildi. Yodgor shoh qizning yuziga shapaloq urgandi. Bahora hech narsani tushunib ulgurmasidan uning sochidan changallagan qo'llari qizning nozik tanasini yerga ishqalab sudrashni boshladi. Sendan buni kutmagan edim. Menga bunday qilishing hayolimning uchiga ham kelmagan edi. Yodgor shoh qizni uy ichiga buyumdek irg'itib yuborib, eshikni tambaladi. Eshik yonida turgan xamir yoyish uchun ishlatilgan o'qlovni olib, qo'liga yengil urib, qizning yoniga keldi. Seni shu sochlaringni erkaklar ko'rdimi? Faqat rostini ayt. Imoning haqqi. Agar aldasang, narigi dunyoda men javobini so'rayman. Eringni aldashing oqibati yomon bo'ladi. Men majbur edim. Axir ona begim demak ko'rgan. Yodgor shoh qizni yana ko'tarib xonaning o'rtasiga otib yubordi. Yodgor shoh bu qiz ojiza, uni avayla deb o'zimga o'zim juda ko'p tayinladim. Ammo sen... Yodgor shoh qizni yoniga borib, yig'lab yotgan Bahorani bir kafti bilan siqimlab o'ziga qaratdi. Seni nima qilay? Ayt. Bahora yig'lab hech narsa deya olmadi. Yodgor shoh chuqur xo'rsindi va qo'lidagi o'qlovni qizning yuzini yoniga olib keldi. Bu bilan seni ursam juda qattiq og'riydi. Ammo men seni birinchi safariga urmayman. Agar uydan tashqariga chiqadigan bo'lsang, oyoqlaringni sindiraman. Bir oydan so'ng bomdod uchun uyg'ongan Yodgor shoh tahorat olish uchun o'rnidan turdi. Yonida uxlab yotgan ayoliga qarab, qizni peshonasidan erkalab o'pdi. Bahora uyg'onib ko'zini ochdi va Yodgor shohni ko'rdi. Uyg'on, namoz vaqti bo'ldi.
Seni o'zim uy ortidagi tahorat olish joyiga olib boraman. Yodgor shoh qiz kelganidan beri hovliga chiqsa ham u bilan birga chiqardi. Bahora bosh silkab yigitga xo'p dedi. Shunda Yodgor shoh oxirgi bor qizni bag'riga olib mahkam quchoqladi. Erining issiq quchog'ida erib ketay degan Bahora Yodgor shohdan ajralgisi kelmasdi. Yodgor shoh qizga yaxshi munosabatda bo'lardi, ammo rashk borasida emas. Eri chinakam yirtqich bo'lgani Bahora bir oyda anglab olgandi. Qiz Yodgor shoh bilan birga quyosh chiqquncha namoz o'qib oldi. Hali ham atrof qorong'i, saroy mash'allari yonib turardi. Bahora temirdan qilingan choynakni o'choq yoniga qo'ydi. Temir panjara tagiga Yodgor shoh o'tinni yorib berib olov yoqdi. Choyni achchiqroq damla jonim, dedi Yodgor shoh. Qizni yana quchoqlab o'pmoqchi bo'ldi, ammo yon tomondan kelgan erkakning ovozi uni to'xtatdi. Yodgor shoh, dedi qo'riqchi. Sizni xon so'rayapti. Yodgor shoh hayratlanib askarga qaradi. Tinchlikmikan? Qizdan uzoqlashgan Yodgor shoh qizni qo'lidan qattiq qisdi-da, sen uyga kir, men tezda qaytaman. Yodgor shoh askar bilan birga hovlisidan chiqdi va saroyga yaqinlashishdan avval yonidagi erkakni yelkasidan ushlab to'xtatdi. Senga bir gap aytmoqchiman. Keyingi safar hovlining boshida turib ismimni baqirib ayt. Men kar emasman. Uy ichida turib ham eshitaman. Agar unday qilmasang, seni qozining yoniga olib boraman. Jazosi og'ir bo'ladi. Yodgor shoh askarga tahdid qilib saroy ichiga kirib ketdi. Tashqarida qolgan askar og'ir yutinib hijolat bilan boshini egdi. Yodgor shoh saroy ichiga kirib xon xonasiga yo'l oldi. Qadamlari tez edi. Bu vaqtda xon chaqirdimi? Demak, muhim xabar bo'ladi. Yodgor shoh xon xonasiga yetib kelgach, qorovulboshi uni ichkariga kiritdi. Yodgor shoh ichkariga kirib Zubayrxonga ta'zim qildi. Zubayrxon naqshli taxt ustida bir maktubni o'qib o'tirar edi. Xona chetida jim turgan vazir ham bor edi. Vazir Yodgor shohga bepisandlik bilan qaradi. Zubayrxon Yodgor shohni ko'rib o'rnidan turdi. Yuzi yorishgandek tabassum qildi. Ammo bu haqiqiy emasligi ayon edi. Yodgor shoh, dedi Zubayrxon yigitga sovuq qarab, senga muhim vazifa beraman. Sendan boshqasiga buni ishonmayman. Buxoro amirligi odamlari Qo'qonda isyon ko'targan emish. Sen shu isyonni bostirish uchun borishing kerak. Buni senga ishonaman. Sen yillar davomida menga yaxshi maslahatlar berib kelgansan. Aqllisan va bu isyonni qisqa fursatda bostirishingga ishonaman. Qo'qon xoni senga yordam beradi. Yodgor shoh Zubayrxonning gapini eshitib jim bo'lib qoldi. Nega endi Zubayrxon Yodgor shohga bu vazifani berdi? Yodgor shoh nima bo'lganda ham askar emasdi. Zubayrxon buyrug'ini eshitib, yigit nimadir g'alati ekanini sezdi. Yodgor shoh, menga sadoqatingni isbotla. Qo'qonga bugunoq borishingni istayman. Sizni tushundim, dedi Yodgor shoh. Iloji yo'q, hukm oldida bosh egib. Endi ketishing mumkin. Quyosh ko'tarilgach, lashkarlarim bilan isyonchilarning tanobini tortish uchun Qo'qon xonligiga jo'nab ketasan. Seni xonning o'zi qarshi oladi. Zubayrxon Yodgor shoh xonasidan chiqib ketgach, og'ir xo'rsindi va xona burchagida jim turgan vazirga qaradi. Barchasi tayyormi? Yodgor shoh yarim yo'lga yetib bormasidan yo'ldagi qaroqchilar tomonidan o'ldirilishi kerak bugunoq. Hammasi siz aytgandek qilindi. Lashkarlar orasida bizning odam bor. Qaroqchilar uni yuzidan taniydi. Faqat u tirik qoladi va sizga xushxabar bilan qaytadi. Xon hazratlari, agar ish o'xshasa, seni bosh vazir qilaman. Maoshing ham oshadi. Shunday ekan, yaxshiroq tayyorlan. U aslo tirik qolmasin. Saroyga qaytishni istamayman. Ketishing mumkin. Vazir bosh egib xon xonasidan chiqib ketdi. Zubayrxon esa o'ychan holda ayvon tomonda turgan matoga yaqinlashdi. Kaftlari bilan baxmal matoni ushlab pastga tortdi va rasmdagi go'zal ayol siymosiga termulib qoldi.
tez orada meniki bo'lasan. Beva ayolga marhamat ko'rsatibdi deb hech kim menga qarshi biror so'z deyolmaydi, dedi Zubayrxon o'z qo'li bilan chizgan Bahoraning surati bo'ylab qo'llarini yurgizarkan, ko'zlarida mehr va istak jo'sh urar edi. Yodgorshah xon saroyidan chiqib o'zining hovlisiga keldi. Ich-ichidan g'ashlikni sezardi. Hovlisiga kirsa, issiq choy damlab turgan Bahora erini go'zal tabassum bilan qarshi oldi. Yodgorshah sovuqqon yigit, ammo ayolini ko'rsa kundan kunga unga talpinar, chin sevgisini uchratgandek xotirjam bo'lar edi. Yodgorshah Bahoraning yoniga kelib o'tirdi. Dasturxondan qiz murabbo va qaymoqni non ustiga surkab Yodgorshahga uzatdi. Rahmat. Yodgorshah bir qo'lini Bahora yelkasidan o'tkazib, bir qo'li bilan nonushta qilishda davom etdi. Begim, sizda muhim gapim bor. Yodgorshah yeb turgan nonini yosilgan dasturxonga qo'yib, Bahorani o'ziga yanada yaqinroq tutdi. Qanday muhim gap? Menimcha homiladorman. Yodgorshah qo'llari birdan muzlagandek bo'ldi, ammo tezda o'zini o'nglab qizni qattiqroq ushladi. Ishonching komilmi? Men ichimda harakatni sezgandek bo'lyapman va ko'nglim aynib juda tez holsizlanib qolyapman. Qornim ham kattalashgandek. Men hoziroq doya ayolni olib kelaman. Kelgunimcha o'zingni ehtiyot qilib issiq choy ichib tur. Yodgorshah shoshib to'nini kiyib uydan chiqib ketdi. Yodgorshahning yuragi tez ura boshladi. Har bir qadamida tez harakat sezilardi. U doya ayolning uyiga yetib borgach, eshikni qattiqroq taqillatdi. Hali ham ich-ichidan hayajonda. Yodgorshah shoshib yana eshikni taqillatmoqchi bo'ldi, ammo eshik ochildi. Doya xonim, men Yodgorshahman. Tez bo'ling, xotinimni ko'rib qo'yishingiz kerak. Doya oq sochlari bor, yoshi 60larda, ammo hali tetik bir ayol edi. U qo'lida yog'och sandig'ini olib shoshib chiqdi. Xo'sh, Yodgorshah, nima bo'ldi o'zi? U homilador deb o'ylayapti. Ammo men aniq bilmoqchiman. O'zingiz bir ko'ring. Ular hovliga qaytishdi. Bahora choyni yarimta ichgancha biroz hayajon bilan eshik tomonga qarab turgandi. Yodgorshah ko'rinar-ko'rinmas jilmaydi. Doya keldi. Qo'rqma, Bahora, dedi muloyim ohangda. Doya ichkariga kirib, qo'lidagi sandig'ini stol ustiga qo'ydi. Ichidan oq ro'mol, kichik tilla kosacha, bir nechta o'simlik moyi va ipak dastro'mol chiqardi. Yodgorshah, siz chiqavering. Ayollar ishi bu, dedi Doya odatdagidek. Ammo Yodgorshah qat'iy ohangda bosh chayqadi. Yo'q, men chiqmayman. Xotinimni begona qarovida yolg'iz qoldirmayman. Doya yelka qisib gap qaytarmadi. Bahoraga mehr bilan qarab ishini boshladi. Qizim, shunchaki yot, qorningni ko'ray, dedi. Bahora qizarganicha yengil ro'molini oldi. Yostiqni o'rniga qo'yib, choyshab ustiga yotdi. Doya ro'mol bilan uning qornini sekin silab qo'li bilan bir necha marotaba bosib ko'rdi. Chuqur nafas ol, qizim. Bahora aytganini qilgach, mamnun kuldi. Shunda endi nafasingni ushlab tur. Bir muddat xona jim bo'lib qoldi. Faqat Doyaning tajribali qo'llari va Yodgorshahning chuqur nafaslari eshitilib turardi. Yodgorshah hayrat bilan qizdan ko'zini uzolmasdi. Tez orada ketishi kerak, ammo bor xayolu e'tibori qizda edi. So'ng Doya jilmaydi. Barakalla, Yodgorshah, sizni ayolingiz homilador, 1 oylik bo'lib qolgan. Bola harakati sezilyapti. Yodgorshahning bo'g'zidan ovozi chiqmay qoldi. U Bahoraning qo'lini ushlab ko'zlariga tikildi. Bahora sekin jilmaydi. Ko'zlari yoshlandi. Yodgorshah esa beixtiyor qo'lini ayolining qorniga qo'ydi. Yuragi to'lqinlanib ketdi. Bu bizning naslimizni davom ettiruvchisi bo'ladi, dedi u past ammo ta'sirli ohangda. Yodgorshah, endi sizni vazifangiz uni asrash. Sovuq suv ichirmang, og'ir ish qildirmang, ko'p yurmasin. Sovuq narsa ichmasligi shart homilador. Ayol shamollashi yaxshilikka olib kelmaydi. Yodgorshah
Doyaning so'zlarini diqqat bilan eshitdi. So'ng unga 6 tanga to'la xaltacha uzatdi. Bu sizga opa, agar yana kelish kerak bo'lsa, tun bo'lsa ham keling. Doya bosh egib chiqib ketdi. Xonada faqat Bahora va Yodgorshoh qoldi. Yodgorshoh asta qizining yoniga o'tirdi. Sen meni baxtli qilding, Bahora. Endi men sendan ham ko'ra farzandimni asrayman, dedi u, qo'lini uning yuziga qo'yar ekan. Bahora esa yengil jilmayib, erini kaftini yuziga bosdi. Farzandingiz sizga o'xshasin, begim, lekin mendan ko'proq yaxshi ko'rasizmi bolani? Bu meni xafa qilyapti. Yodgorshoh bir zum jim qoldi. So'ng asta uning peshonasidan o'pdi. Faqat sog' bo'l, Bahoram, seni sevaman. Men ham sizni yaxshi ko'raman. Siz yaxshiyam qarindoshimniki emas, meniki bo'lgan ekansiz. Bahora Yodgorshoh bag'ridan chiqib, dasturxonlarni yig'ishtirdi. Qiz juda xursand edi. Yodgorshoh esa qizni har bir harakatini kuzatardi. Qizni kuzatish unga zavq berardi. Bahoraga qarab to'yib olishni istardi. Ammo qizdan uzoqlashish Yodgorshoh uchun juda qiyin edi. Hozir ularning eng shirin oylari edi. Asal oylarida ular ajralishlari kerakmi? Yodgorshoh bilardi. Safar uzoq, xon buyurgan ish esa oson bitadigan emasdi. Ich-ichidan xavotirda edi. Bahora homilador paytida yonida bo'lolmasa-chi? Agar Bahora yolg'iz o'zi qolib, farzandini dunyoga keltirsa-chi? Yodgorshoh qizga hali ketish haqida aytmagan edi. Bu uning uchun juda og'ir edi. Ammo u majbur edi. O'rnidan turdi va Bahoraning yoniga borib, uni orqadan mahkam quchoqladi. Kichkintoy, dedi Yodgorshoh bo'g'iq ovozda, men ketishim kerak. Bugun saroyda lashkarlar tayyor. Xon vazifa bergan. Uni yakunlab seni yoningga qaytaman. Men kelgunimcha o'zingni asra. Qo'qonga borishim shart. Nima? Qo'qonga? Axir 2 oylik yo'l bor-ku. Bilaman, kichkintoy, borib kelishim va u yerdagi vazifa sabab uzoq vaqt yo'q bo'laman. Ammo senga va'da beraman, oy kuningacha yetib kelaman. Seni ko'rish uchun men vazifani tezroq bajarishga harakat qilaman. Seni sevaman. Aldamang, agar sevsangiz ketmas edingiz. Nega aynan siz ketishingiz kerak? Xonga ayting, qabul qilmayman deng, iltimos. Seni sevaman, senga oshiqman. Sensiz yashash endi menga imkonsiz. Ammo seni ko'rish uchun, seni yoningga kelish uchun yana qaytaman. Men vazifani vaqtdan oldin bajaraman. Bahoram, sen sabr qilishing kerak. Eringni kechir, ketishim kerak. Bahora Yodgorshohni mahkam quchoqlab oldi. Qahva rang ko'zlari yoshga to'ldi. Yodgorshoh qizni yuzidagi yoshlarni artib, ularning lablaridan mayin o'pdi. Mening farishtam, men majbur bo'lmasam, seni tashlab ketmas edim. Seni sevaman. Men kelgunimcha o'zingni asrab avayla. Senga qaraydigan ayol xizmatchini tashlab ketaman. Unga nima kerak bo'lsa aytasan. Doyani istagan vaqting chaqirtir. Men va bola uchun o'zingni asragin. Men sizsiz hech narsa qila olmayman, Yodgorshoh. O'zimni qoldirmang. Men ham siz bilan ketishni xohlayman. Bunga ruxsat bera olmayman. Men bilan erkaklar ketadi va yo'l seni qiynaydi. Keyin esa sen homiladorsan. Senga otga chiqish mumkin emas. Tezda qaytishga va'da berasiz, to'g'rimi? Va'da beraman. Hikoyamizning davomi keyingi qismlarda. Bizni kuzatishda davom eting va obuna bo'lishni unutmang. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.